Pentazonda hali bunaqasi bo'lmagan. Oldin 75 ming edi. Hozir esa 35 ming so'm. Dam olish kunlarida oilangiz bilan qayerga borishni bilmayapsizmi? Sizlar uchun oilanglar bilan kelib, mazza qilib hordiq chiqarib ketishinglar uchun zo'r lokatsiya topib qo'ydik. Atigi 35 ming kun bo'yi uchun. Apex Pizza'ning ichida shundoqqina farzandlaringiz mazza qilib hordiq chiqarishi uchun kattagina pentazon ochilgan. Unda hamma sharoitlar mujassam. Pentazonga atigi 35 ming so'mga kirasizlar va kun bo'yi mazza qilib o'ynaysizlar. Sifatli va mazali bo'lgan pizzalarni mazza qilib yeb olib, farzandinglar ham, o'zinglar ham mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi. 35 ming so'mga zo'r narx. Tozaligi bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Har 15 minutda hamma joy tozalab artib ketishar ekan, daskilargacha o'ziga berishadi. Undan tashqari bu yerga kelib farzandingizni tug'ilgan kunini nishonlasangiz bo'ladi va sizga pentazonni 50% chegirmasi amal qiladi. Bu shanba bo'lganligi uchun bolalarimizni olib oilaviy Apex Pizza'ni Qushbegidagi filialiga keldik. Apex Pizza bahona pentazonga 35 ming so'mdan bolalarimizni kirgizishdi. Menimcha ko'pchilik menga o'xshab o'ylagan bo'lsa kerak, Apex Pizzada faqat pizza sotiladi deb, lekin bu yerda oilaviy kelganimizda bildik, pizzadan tashqari menyularda juda ham ko'p narsalar bor. Albatta sizlar uchun eng zo'rlarini tavsiya qilamiz. Albatta farzandinglar bilan shu joyga keling. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Yandexga Qushbegi Apex Pizza deb yozasizlar, shunda olib kelib qo'yadi.